Assalomu alaykum qadrdonlar, izləyicilər. Mana görüldülər kartoshkalar ekib oldik. Qo'shayat qilib. Mana chiroyli bo'lib chiqib qoldi. Endi uzum ekmoqchi bo'lganlarga mana uzumlar ekib berdik. Yangi mana shu armaturalar sanchib qo'yganmiz tagiga. Uzumimizning nomi Cobra 5B degan uzum, yovvoyi uzum. O'tgan qalanchasini ekib qo'ydik. Mana ko'karib qoldi ancha. Ko'karib mana bu kalta ingichka bo'lsa ham pishib qolaveradi, pishaveradi. Tog'li joymi, suv bormi, yo'qmi? Bu uzumga nimasi yo'q. Bunga dori solib ham yurmaysiz, o'zi bo'laveradi. Tomiri ham to'g'ri oddiy uzumlarga qaraganda tomiri ham juda ko'p bo'ladi, mayda tomiri, nimalari. Qanaqa yerdan o'g'it olishi ham juda kuchli bo'ladi bular. Ildizi juda atrofga tarqab ketadi. Bemalol nima qilaverasiz. Keyin bular sovuqqa ham chidamli bo'ladi bu uzumlar. -30 darajada ham, -30 -20 darajada ham chidaveradigan uzumlar bular. Sovuqqa ham chidamli, juda yaxshi. Endi bularimiz shu odam bo'yi bo'lib qolsa, avatariyani bironta ko'chat, bironta uzumga baland qilib ulab yuboramiz. Uzum ekmoqchi bo'lsalar ham birinchi shu Cobra 5B dan ekinglar. Ancha-muncha qurib qolmaydi, ancha-muncha kasalliklarga chidamli bo'ladi. Xudo xolasa sovuq ham olavermaydi ancha-munchaga. Keyin hosildorligi ham yaxshi bo'ladi. Masalan, qanaqa uzum ulashidan qat'iy nazar, hamma uzumlarga tushaveradi. Ekmoqchi bo'lganlarga, ekishni boshlayman, agar o'timicha bog' qilaman deganlarga yaxshigina maslahat. Shundan boshlanglar. Eng zo'r uzum mana shu. Ildizi zo'r bo'ladi, sovuqqa chidamlik. Ildizi ham shunday atrofga nima bo'lib ketadi. O'zimizning oddiy uzumlarga qaraganda tomiri 3-4 barobar ko'p bo'ladi bu uzumda. Yerdan amal olishi ham kuchli bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ysalaring, doim qo'ygan birinchi videolarimiz ko'rib borasizlar. Tan jonlaring sog' bo'lsin, omon bo'linglar.